Navoiy viloyat Xatirchilar qonaqxonasida yashayman hozir kunda. Bo'ldi, Navoiydan Xatirchidan. Cobalt mashinasi muborak bo'lsin sizga. Endi yetib qolasiz. Barchasiz katta rahmat. Galo. Niyat xolis ekanlar. Astoydil niyat qilsa xudo beraykan. Ancha kutibsiz lekin mashalloh juda ham ko'p qatnashibsiz. Hammasiga muxlislarga rahmat. Sizlarga galo shu o'yinda tashrif qilganlaringizga, muxlislaringizga hammasiga galo. Kattasiga hammasiga rahmat. O'yinlarga rozi bo'lsa, men ham rozi bo'lib o'ynaganman. Assalomu alaykum. Men Navoiy viloyat Xatirchi tumanidanman. Milliy shou 27-turda bitta bilet olgandim, avtomobil chiqdi. Mani olib kelib topshirdi. Obunachilarga rahmat. O'yin chesni ekan, o'ynayingizlar. Hammaga nasib qilsin. Tashkilotchilarga rahmat. Tashkilotchilarga rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugun ukamiz Primov O'ralboyni omadi chop mana shu Cobalt avtomobilini yutib oldi. Biz shu darajada xursand bo'ldikki, bu shouda, milliy shoudagi obunachilar hammasi ishonsa bo'ladi. Kim obuna bo'lsa ham. Mana tashkilotchilarga ming rahmat. Mana shunday xalqimizga mana shunday shoularni tashkil etib va o'yinni tashkil etib, mana Cobalt olib kelib, mashinalar olib kelib beryapti. Shularga rahmat. Hammaga rahmat, katta rahmat. Tashkilotchilarga rahmat. Tashkilotchilarga ham rahmat. Shular nazar mana shu bojam o'ynab yutdi ekan. Hammani omadini bersin. Hammaga nasib qilsin. O'ynaylar, haqiqiy o'yin ekan. Biza yutdik mana bojam qo'ldi mashinasi. Mana mashina. Nasib bo'lsa biza yana o'ynaymiz. Bizga nasib qilsa olayim. Rahmat hammaga.